لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي أنزل القرآن مبشرا ونذيرا وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله وسراجا منيرا وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Allah Subhanahu ve Taala Mülk suresi yeni bir ismi Halk arasında Tabarek suresi deb atalgan Mülk suresinin 8. ayetide mundaq degan: her kaçan dövzəxə bir guruh dövzəx əhli taşlansa, dövzəx əhlidin dövzəxə müəkkəl pərişlər sizlərə agahlandırğıç kelmedimi deb soraydı. Yani agahlandırğıcı Allah Taala'nın elçisi sizlərə Allah Taala'nın kitabını elib sizlərə bu toğra, bu hata, bu halal, bu haram deb haqni bayan qilib sizlarni Allah Subhanahu ve Taala'nın kudret müözlerini sizlarga agahlandırış bilen Allah Subhanahu ve Taala'nın bu dünyadımı ve ahiretdimi mana muşundaq sizlarga qarata hesap günüsü kıyametinin buluduğanlıqından ibaret bolgan hesap günüsü bilen sizlarni agahlandırıp Peygamber Allah Subhanahu ve Taala'nın agahlandırıcı kitabını sizlarga elib kelmedimi deb soraydı. Şundaq sorgan vaqtida o dövzəx əhli cavab verdi ki: "Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna ve qulna ma nazzalallahu min şey'in in antum illa fi dalalin kabir." Tabarek suresinin 9. ayeti. Kafirler, dövzəx əhliler, dövzəxə kirgen her türlük cinayetçi, günahkar ya ki müşrikler deydi ki, belki bizge agahlandırğıcı Allah Taala'nın kitabı bizi kelgen. Biz Allah Subhanahu ve Taala tarafından kelgen kitapni ve peygamberini yalgan diyen ve Allah Subhanahu ve Taala bizge hiç qandaq bir narsa, hiç qandaq bir kitap haq bizge çürmedi deb haqni biz inkar qilgan. Yani şundaqlı bizni haqqa chaqirguchi, haqiqat parvar Allah Subhanahu ve Taala'nın bizge peygamber evetken elçilerini in antum illa fi dalalin kabir. Sizler fakat çoğun azgulluq qışıp qapsılar. Sizler ilip gelgen bu haq hata deb Allah düşürgen haqni mı biz inkar qilgan, yalgan digen ve bizge haq ilip gelgen haqqı çaqırganlarının yolunu mu ve çaqırgan hizmetini mi hata, azgun deb biz ularga töhmet, buhtan qilib ularni inkar qilgan deyishdi. Demek dövzəx müəkkəl pərişləri, dövzəx əhlidin sizlərə Allah Subhanahu ve Taala'nın agahlandırğıcı elçileri Allah'ın kitabını elip gelse sizler nimiş onu anlamagan, sizlerde akıl qayarik ketken, sizler dünyadaki vaqtinglarda nimishqa huşuğunu tatmagan deb shundaq so'roq qilish orqali ularning
bu dünyadaki vaqtida Allah subhanahu va taala tushirgan vahiy ilahini inkar qilib va vahiy ilahini ilib kelgan payg'ambarlarni yolg'on deganlikdan iborat bo'lgan xatoligini ularga tanitdi. Ularni e'tirof qildirdi. Allah subhanahu va taala yana bir oyatda mundaq degan: "Avalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadiru fazuqu fama liz-zalimin min nasir." Sura Fatir 37-oyatda Allah subhanahu va taala mundaq deydi-ki, sizlarga biz aslab va'z nasihat qiladigan odam, va'z nasihat qila oladigan umrni, vaqtni, hayoti dunyoda sizlarga bermadikmi? Sizlarga vaqt, hayotlikni birish bilan birga ogohlantiruvchi Allohning kitobi keldi. Endi sizlar Allohning bergan umrini g'animat bilmaganlik, ogohlantirgan payg'ambari va kitobini inkar qilganlik, dunyo hayotida yaxshi amal qilish fursatini ketkizib Allohga tuzkurlik qilganlik, haqqa qarshi chiqib kafir bo'lganliklar tufaylidan tetinglar. Mana shundaq o'ziga o'zi zulm qilgan, Allah bergan aqlni ishlatmagan, Allah avatgan payg'ambarlarni inkar qilgan, Allah bergan hayotlikda Allah uchun yaxshi amal qilmagan zolimlarga hech qanday yordam berguchi yo'q. Chunki faqat qutqazguchi, igi bo'g'ichi Allah o'zi. Shunga mau dunyoda mu'minlar Allah subhanahu va taolaga tayanganligi, Allah subhanahu va taoladan yordam so'raganligi, Allah subhanahu va taolo chaqirgan chaqiriqni, Allah tushirgan kitobni va avatgan payg'ambarni ixlos mallik bilan qabul qilib, riyo, har qanday nifoqdan va gunoh ma'siyatga burilib ketishdan o'zini saqlaganligi, Allah tarafiga pushaymon qilib, Allah'ın haqiqiy tanıganlığı üçün Allah subhanahu va taala ahirette mu'minlarga özü igi buludu, özü yardımcı buludu. Ularni mana mushundaq hech kimga igi bulolmaydigan qattiqchilik kunda Allah ularga özü igi buludu. Çünkü ular bu dünyada Allah'ның chaqiriqini qabul qilgan, payg'ambarining chaqiriqini qabul qilgan, tushirgan kitap bo'lgan Allah'ның kitabını ular itiraf qilgan. Çünkü Allah subhanahu va taala tushirgan bu kitap orqali halalni haramdan ayirib bergan, haramni halaldan ayirib bergan, yaxshi yo'l bilan yomon yo'lni uqtirib bergan, haq bilan ozg'unlik, botilni ayirib bergan. Allah subhanahu va taala kitobida o'zi yaxshi ko'radigan barliq buyruqlarni va o'zi o'shkiradigan barliq cheklamalarni bayon qilib bergan. Allah subhanahu va taala ilgirki ummat xalqlarning ahvollaridan Allah taolaga ishongan, ixlosman bo'lganlarni qutqazganlik, Allah subhanahu va taolaga tangan va payg'ambariga qarshi chiqqan, hattoki payg'ambari ilib kelgan mo'jizani yo'qotishga tirishgan va buzg'unchilik qilgan Ad va Samudning qavmidek ana shundaq zolim kofirlarni halok qilganlik xabarlarini birish orqali Allah o'z kitobi bilan ogohlantirgan va shundaqla Allah subhanahu va taolo kitobida do'zaxning qo'rqinchli Allah taolo mangu qiyomat kunisi o'ziga tanganlarga doim kuydigan o't bilan tayyorlagan do'zaxning qo'rqinchli ahvollarini bayon qilish orqali do'zaxdan ogohlantirgan va insonning xiyoliga kechib boqmagan va inson o'ylab boqmagan ajoyib, g'aroyib, go'zal ne'matlar va
güzel bağışlardan ibaret bo'lgan cennet ve cennet işideki cennet ehli ko'radigan güzel nimetler ve menguluk yaxshi hayatning ahvallarını Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bayan qilish orqali Allah subhanahu wa ta'ala uçuk aşkara hakka qaytib kelishga dünyada Allah öz kitabı bilen peygamber evetiş orqali Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ninki daveti bilen dünyaga hakni aşkara qilgan. Mana shundaq hakni aşkara qilish orqali Allah subhanahu wa ta'ala dünya insanlarını hidayetki başlap ularını azgınlıktan kutulduruşqa Allah subhanahu wa ta'ala özü igi bulap ularını toğurlu başlagan. Xuddi Allah subhanahu wa ta'ala degandek Estağfirullah inna aleyna lel huda sureleylinin 12. ayetinde hakikaten bizning üstümüzge toğur yolunu uçuk bayan qilib berish deb Allah subhanahu wa ta'ala özünün mecburiyetini özünün insanlarga qiladigan to'g'riligi chaqirish orqali payg'ambar avatgan va vahiy ilohiy Qur'oni Kerimni tushirish orqali ularni to'g'riligiga boshlashdan iborat bo'lgan Allah subhanahu wa ta'ala qilishga tegishli haqni o'zi ado qilib bo'lgan. Bu haqga bu chaqiriqqa insonlar zalimlar haqqı tanıgıcı kafirlar yoki haqni anglab turib o'zini dünya şahvatlariga aldigan va zo'migar zolim haqdan ozdirg'uchi inson jinning shaytonlari orqasidan kirib ketgan insonlar Allah subhanahu wa ta'ala qarshi chiqish orqali mana bu dunyoda o'zining hudini haddini tanimay oxiratda do'zax azobi oldiga berib qolgan. Allah subhanahu wa ta'ala yine bir ayetteki Estağfirullah ya eyyühellezine amenu istacibu lillahi ve lirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. İman etkan müminler Allah subhanahu wa ta'alaga ve Allah ta'alanın peygamberge kubul kılınlar. Yani Allah ta'ala düşürgen kitap ve Allah ta'alanın peygamberi elip gelgen sahih bo'lgan sünnetlerge kubul kılıp Allah Taala'nın çağırıqını İslam dinini itiraf kılınlar. Kaçan Allah Subhanahu wa Taala'nın peygamberi silerini canlandırdığan hakkı çağırsa bilinla hakikaten Allah Subhanahu wa Taala insanın ve yürükünün arasında tosalgı buludu. Allah hakkı çağırsa Allah'ın peygamberi hakkı çağırsa, çağırgan hakkını anlap durup, hakkını közge ilmigan, hakkın yüz öğreyen insanın Allah subhanahu wa ta'ala kalbige hakkını zo'muzu taşlap koymaydı. Şunun için Allah hakkı çağırgan hamallan, hakkını avan girit, abdumat tızlıqıda, ot yüreklik bilen kubul kılgan her kandak insanga Allah subhanahu wa ta'ala öz rahmetini içip hakkını biridir. Allah subhanahu wa ta'ala ahiriste en katlı bir azaptın bizni ağırlandırdı ki وَاَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Hakikaten Allah subhanahu wa ta'ala aldığı toplanı sile Sure Enfal 24. ayet sile bu dünyada Allah'ın çürügen kitabını buyruk fermanlarını kubul kılgılı unumay hakka kagılı unumasanlar Allah'ın aldığa hesap belgili barışıyla şu günüsü Allah sizlerden hesap alıdı. Digenlikini bildirip Allah subhanahu wa ta'ala dünya insanlarını Allah ularını hakkı çağırıştan ibaret boğan uları kılıdığan rahmetini bu dünyada Allah kılgallıkını o kafir insanlar Allah'ın rahmetini kubul kılgılı unumay tuzkurluk kılgallık tüpelidin Allah subhanahu wa ta'ala ahirette ulardan hesap eriş üçün şu Allah ularga dövzakni tayyorlaganligini bayon qildi. Mana bu qo'l oldimizda bizga tushirilgan Qur'oni Karim bo'lsa,
Allah subhanahu ve ta'aladın bizi qarta agahlandırış. Mesela her kandak bir cemiyetlerde yoki şirketlerde yoki her kandak hükümetning qo'l ostida ishlagan barliq ma'muriy organlarga buyruq nim bilan keladi desa xat orqali keladi. Tamg'i bisilgan, muhri bisilgan xat orqali keladi. Buyruqlarmi shu xat orqali keladi, cheklimlarmi shu xat orqali keladi. Shuningdek Allah subhanahu va taolo bizga o'zining haq so'zi bo'lgan bu Qur'oni Kerimning o'zida Qur'oni Kerimni hech qandaq bir Qur'oni Kerimga qarshi Qur'oni Kerimning o'qishini keltirishga qodir bo'lolmaydigan amaliy mo'jiza ekanligini bayon qilish bilan birga Qur'oni Kerimning mo'jizligini muhri bilan tamg'i besib bizga Qur'oni Kerimning mo'jizalan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning payg'ambar ekanligini tushuntirib, mush Qur'oni Kerimni bizga risolat qilib, xat qilib, bizni Allohning yaxshiliklariga chaqirib, Allohning g'azabiga yo'liqadigan yomonliklardan ag'lantirib, bu Qur'oni Kerimni bizga Alloh o'zi bergan. Undaq bo'lgan ekan, bu oldimizda turayotgan Qur'oni Kerim bizni Alloh bizdan g'azablanadigan har qanday yomonliklardan qo'rqitdi va bizni Allah Taala qarshi chiqishdan Allah'ның dardlik azobiga, oxiratlik azobiga yo'liq qilishimizdan saqlanishimiz uchun bizga alohida ogohlantirish berdi. Biz agar Allah Taalaning oyatlarini quloq solib tanishab, Allah subhanahu va taolaning jannatdan iborat bo'lgan va'dalarini ko'ngil qo'yib, anglab, uningga ishonib, Allah Taala bizga tushirgan haq nuriga yuragimizni ichib, yuragimizning qildan tomirlargacha Allah Taoladan haqiqiy qo'rqadigan hisob iymonga ega bo'lsak, o vaqtda Allah subhanahu va taolo bizning gunohlarimizni mag'firat qiladi. Bizningki dunyolik barliq hayotimizni o'zi rozi bo'ladigan yaxshi ishlarga isloh qiladi va bizning ishimizni o'ziga ushirishib bo'lguncha haqqa mustahkam turishga o'zi ega bo'lib, haqqa bizni yetaklaydi. Ammo Allah chaqirgan haqdan yuz o'rgan har qanday inson mana shu Allah Taolaning oldiga borgan vaqtida bu dunyoda haqni anglag'ili unumag'anligiga pushaymon qiladi, o'zining dunyodagi vaqtida aqlsizlik qilganligi, Allah ogohlantirish berib avatgan payg'ambarlarini, payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni yolg'on deganligini va shundaqla tushirgan kitobini inkor qilganligi va kitob akagan hukmlarni ko'zga ilmaganligidan iborat mana shundaq o'zining qilgan xatoligini Allohning oldiga hisob maydoniga kelganda iqror qiladi. Deydiki, astag'firullah, ular deydiki, balki bizga ogohlantirg'ish kelgan, biz ogohlantirg'ishini yolg'on degan va biz deganki Allah hech qanday bir haqni tushirmadi deb biz shu dunyodagi vaqtida Allah bizga avatgan payg'ambarlikni, Allah bizga tushirgan kitobni va payg'ambarni inkor qildimiz deb shu qiyomat kunisi Allohning oldiga borgan azobni ko'rgan vaqtida pushaymon qilib ana ashundaq o'zining xatoligini e'tirof qiladi. Uning ustiga dixe ba'zi tuzkurlar, ba'zi haq qarshi chiqishlar mana shu biz hozir ko'rayotgan dunyoda ko'z oldimizda ko'rib turayotgandek haqqa qarshi maydonda turish bilan birga haqqa chaqirg'uvchilarga bo'hton qiladi. Nima deydi?
Allah tarafiga chaqirguchi Qur'oni Karimni va uning hukmlarini va uni chaqirgan da'vatchilarni bular jamiyatning hozirgi vaziyatini, hozirgi dunyoni, hozirgi hayotning amaliy ahvolini tushunmaydiganlar bular. Qur'oni Karim va uning ichidagi haqiqatlar hozirgi dunyoga mos kelmaydi deb o'zining insoniy bo'lgan Allohning qulluq doirasidan chiqib ketganligidan iborat, o'zininki insonligidan chiqib ketgan shahvoniy va hayvoniy nafsidan iborat bo'lgan zo'migarlik, aqlsizlik va har qanday bir uningga kelgan to'g'ri fikrini o aqli bilan qaramasdan o'zining shahvoniy yo'g'onchiligi, mutakabbirligi, aqlsizlik bilan qarg'anlik tufaylidan o'ziga kelingan yaxshilikni qabul qilmaydi. O'ziga sunilgan Allohning rahmati, payg'ambarligini e'tirof qilishdan uyoq tursin, balki payg'ambarlik ilib kelganlarni ular o'zining aqlsizligi bilan bo'lgan shu o'zdiki yomon o'zininki aqlsizlik sifatini Allah ularga aqlni açıvatgan payg'ambarlarga atib, payg'ambar va uning agashlarini aqlsiz deydi. Xuddi ayni vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni majnun, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni sehrgar, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni kohin deb atagandek. Ayni vaqtda bo'lmasa, shu vaqtning Mekke müşriklari o'zi kimning orqasidan mangadi desa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdek haq Allohning payg'ambarini tashlab qo'yib, kohin baxshu sehrgarlarning orqasidan o'zi mangadi-yu, ammo o'zining mush yomon qilmishini haq turganlarga bo'hton qilib atadi. Demak, hozirgi zamondami aqlini haqiqiy tunishga ishlatmagan, Allohning tushirgan payg'ambarligini, Allah tushirgan Qur'onni haqiqiy aql ko'zi bilan qarab tunmaganlar o'zdiki aqlsizlikni, o'zdiki qalaqlikni, o'zdiki nadonlikni, o'zdiki safosizlikni kimga bo'hton qiladi? Qur'oni Karimni kishilarga yetkazgan saf diyonatlik haqiqatparvar da'vatchilarga, haqiqatparvar ustoz ulamolarga, haqiqatparvar musulmon ummatiga bo'hton qiladi. Shuning uchun ular in antum illa fi dalalin kabir, sira haqqi chaqirguchi payg'ambar va uning izbosarlari cho'ng xatolik ishida deb ularga biz bu dunyoda bo'hton qilibdimizkan, dunyodagi vaqtimizda bo'hton qilibdimizkan deb mushla oxiratda e'tirof qilgandek, mana hozirgi mushu jamiyatimizdami haqqi chaqirguchi ustozlarga, haqqi chaqirguchilarga, payg'ambar alayhisolatu vasallamga ular ana shundoq bo'hton qiladi. Agar Muhammad sallallohu alayhi va sallam hozir ko'z oldimizda bo'ladigan bo'lsa, Muhammad alayhisolatu vasallamning ko'z oldimizda bo'lishini har qanday bir musulmon yaxshi ko'ramiz. Agar bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kofirlar nurg'unlari balkim haqqa ishonishi, haqni tepishi mumkin. Ammo haqni topay desa, Qur'on doim mu'izza, doim iliq yo'ruq nur bilan dunyoga nur chechib o'tadi. Ular qilchilik o'zini Alloh mangu hayot, Allohu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah doim tirik, doim mas'ul. Lekin nurg'unligan kofirlar Allah subhanahu va taolaning payg'ambari hozir bo'lgan taqdirdimi, agar ular haqqa yüzünüşki bir bana izlemek bo'lsa, haqqi kirgisi ve haqqi ergeşkisi bo'lmay, belki nefsi xohishining keyindan kirmekçi bo'lsa, payg'ambar alayhisalom bo'lgan taqdirdimi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga undaq mundaq fikrlarni o'ttirib qo'ymaydi ekan,
mundaq bir falsafalik nazariyani o'ttirib qo'ymaydi ekan degandek har xil o'zi xato, o'zi ozg'un fikrlarga, falsafalarga kirib olgan shu ozg'unlik xaltisidan, ozg'unlik ozg'ildan chiqolmay yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yanala ishonmagan bo'ladi qardoshlarimiz. Shuning uchun har qanday bir musulmon, har qanday bir inson haqni topay desa, mana haq ko'z oldimizda Qur'oni Karim orqali bayon qilinib, dunyoga o'z nurini chetyotdi. Haqqi yuzlangacha mu'minlarning qalbiga, haqqi yuzlangacha insonlarning qalbiga Allohning izi bilan Qur'oni Karim haq nurini yo'rtatdi.